Rossiya bilan masalan ittifoqdosh, sherik davlatlar deyiladi. Nega endi boshqa masalan Hindistondan ular jalb qilib o'rnini egallamoqchi degan Juda savollar va bor. juda g'alati, juda va juda shubhali ittifoqchilik bo'lyapti. G'alati ittifoqchilik sababi. O'zi normal qoidalar bo'yicha bunday bo'lishi kerak emas. Endi qarang, mana ittifoqchilarga, ya'ni O'zbekistonga, Tojikistonga, Qirg'izistonga ham ittifoqchilarga mana talab. Siz kechagi qonun endi 1-yanvardan boshlab mana tomoshabinlar bizni shu jumladan Rossiyada ham tomosha qilayotganlar bor, shular ham bilish kerak. Ko'plari vaqtlari yo'q axborotlar izlashga. Rossiya qonun chiqardi. 2026 yil 1-yanvardan boshlab qaysiki o'zbek mehnat muhojiri agarda birorta bir kichkinagina hujjatida noaniqlik bo'lsa yoki birorta hujjati xato bo'ladigan bo'lsa 3 yilgacha qamash. Bu qanday ittifoqchilik? Juda g'alati ittifoqchilik emasmi? Bor yo'g'i kichkinagina bitta qonunchilikdagi kichkina xato uchun 3 yilga qamab yubormoqchi bo'lyapti. Ittifoqchi shunday bo'ladimi? Ittifoqchi o'zlari aytadi-ku, biz birga fashizmni yengdik deydi. Mana bizning umumiy tariximiz bor deydi. Ittifoqchilikka kelganda esa, mana bunaqangi yordamga kelganda esa arzimagan bir kichkina xato uchun 3 yilga qamoqchi bo'lyapti. Keyin patent pulini nima uchun faqat o'zbek va tojik to'laydi? Mana kelayotgan hindlarga patent puli yo'q. Ular imtihon topshirmaydi rus tilidan. Mana hozir Anvar aka aytayapti hozir, maqsad uy emas deb. Denis Manturov, demak, kecha Hindistonda aytdiki, переработка sanoatimiz uchun, qayta ishlash sanoatimiz 800 mingta bizga Hindistondan odam kerak dedi. Servis uchun 1,5 millionta odam kerak dedi. 1,5 millionta. Hali deyapti, bu yoqda sanoatimiz bor va qurilish industriyasi bor. Umuman olganda aytdi, cheksiz dedi. Bu Manturovning gapi. Birinchi Peru vitse-premyer Manturov cheksiz miqdorda Hindistonlarni qabul qilishga tayyormiz deb aytdi. Ikkinchi tomondan esa mana o'zbeklarga, tojiklarga hozirgida kichkinagina bir xatongiz uchun 3 yilga qamaymiz deb qonun chiqarib o'tiribdi. Mana sizga bo'ladi. Mana sizga ittifoqchilik. Bolalar maktabga kirmasin deydi. Maktabga kirmasin deydi, barakallah. Bu yerda maqsad Markaziy Osiyoni, O'zbekistonni, Tojikistonni va balki Qirg'izistonni ham mehnat bozoridan shu 4-5 yillik demak kelajakda perspektivada mutlaqo siqib chiqarish. Bu yerda iqtisodiy manfaat bor. Sabab Kamoliddin, sabab. O'zbeklar, tojiklar $700-800 eng kami $700-800 ishlayapti. Umuman olganda 1000 va plus, hindlar $250-300 ishlaydi. Hindistonda 300 million aholi kuniga $2 uchun ko'chaga chiqadi. Bu $60 degan bir oyda. Ruslar beradigan $300 ular ko'zlariga surtib ishlaydi. Tojikistonlik bolaning o'limiga Rossiya va Tojikiston rasmiylarining munosabati. Rossiya Ichki ishlar vazirligi rahbari bilan telefon orqali suhbatda Tojikiston